136 kvadratlik Gabus domimiz haqida gaplashamiz. Mirobod tumanida joylashgan bu xonadonimiz bo'ladi. Eksklyuzivni xonadon desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Kelinglar, uy bilan sizlarni tanishtirib chiqaman. Asosiy kirosh qismimiz qavatimiz ikkinchi qavatda joylashgan. Bu yerda stroyni shkaflarimiz bor va kirganimizda mana shunaqa bizni kattagina hol qismimiz joylashgan. Qaranglar, bu biralarimiz eksklyuzivni desak mubolag'a bo'lmaydi. Boshqa uyda umuman ko'rmaysiz. Bu qarang, neobычный bo'lgan biralarimiz bu xonadonimizga joylashgan. Demak, bu tarafimizdan tanishtirib chiqaman. Bu yoqda bolalar yotoqxonasi ko'rishingiz mumkin. Bitta spalniyamiz o'rnatilgan. Bu yoqda ham qanaqadir o'tirib, ishlarini bajarsalar bo'ladi, kompyuterlarni qo'yib. Bu yoqda esa bizning shkaf qismlarimiz joylashgan. Ko'rishingiz mumkin. Bu aynan bolalar yotoqxonasi ham kattagina. Yuringlar, endi kattalar spalniyasiga kiramiz. Kattalar spalniyasini ham ko'rishingiz mumkin. Juda ham shinam qilingan. Mana bu Avatar kinosidan olinganmi deb o'ylayman. Mana bu qandilimizni qarayotgan neobычный ekan. Bu yoqda esa o'sha spalniya qismimiz juda ham zo'r biralari, remontlarimiz ham sifatli qilingan. Bu yoqda o'zini yuvinish xonasi mavjud, ko'rishingiz mumkin. Barcha qulaylik sharoitlarga ega. Bu Gabus domimizni albatta dvorini ham ko'rsatib o'taman. Zakritый dvor 24/7 axrani. Do'stlar, juda ham dvori menga yoqdi. Shundoq kirganda fontanlari, yashil maydonlariga ega ekan. Bu yoqda esa kattagina umumiy bo'lgan sanuzel qismimiz. Bu yoqda kir mashinalarimiz, sushilkalarimiz qo'yilgan do'stlar. Xo'p, bu yoqda yana bitta spalniya qismimiz joylashgan. Ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda bitta spalniya esa tashqariga qaragan oynalari, qandillarimiz va bu yoqda o'zini shkaf qismi joylashgan. Bu yoqda to'rxona bo'lishiga qaramasdan studiya formatida qilingan. Ko'rishingiz mumkin, texnikalarimiz, hamma narsamiz bor. Bu yoqda xolodilnigimiz joylashgan. Bu yoqda mana astroyimiz to'g'ri-to'g'ri ishlarni qilsalar bo'ladi. Bu yoqda esa zal o'rnida foydalanasiz. 4 talik stol stul, yumshoq mebel. Remontlarimizni qarang, boshqa uylarda ko'rmaysiz. Neobычный qilingan. Bu yoqda katta televizorimiz, komodlari bilan bu yoqda o'zining balkon qismi, tashqariga qaragan oynalarimiz joylashgan. Mirobod tumani shundoq Rossiya mehmonxonasining yonginasidagi Gabus xonadonimiz bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, 395 ming narx aytilyapti. Yana joyda chiroyli narxlarda baraka qilamiz. Gabus xonadon qarab yurgan tanishingizga yuborib qo'yasiz va oxirida bitta qandillarimizni ko'rsatib o'tamiz va sizlar bilan ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.